Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanur kanaliga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizni 34-dars. Mavzuyimiz o'rtasida 0 bo'lgan sonlarni ko'paytirish. 107-betni ochsangiz, u yerda bizda 11 va 12 vazifalarimiz bor. Biz bularni birgalikda bajarib ko'ramiz. Qani ketdik. 11-vazifamizni o'qiymiz. Amallarni tartibi bo'yicha hisoblang. Bizda demak ikkita vazifamiz bor bu yerda. Birinchisini keling A deb qo'yamiz, ikkinchisi bizda B bo'ladi. Tartibini aniqlaymiz. Demak, birinchisida biz qavs ichidagini ishlaymiz, boshiga qaytib ko'paytiramiz, ikkinchi ko'paytirish va oxirida qo'shib olamiz. B sida esa bizda ko'paytirish, ikkinchi ko'paytirish, boshiga qaytib minus qilib olamiz va oxirida qo'shamiz. Keling endi har bittasini alohida ko'rib chiqamiz. Xo'sh, birinchisida biz qavs ichidagini ishlaymiz, ya'ni 48000 minus 12907. Xo'p, 0 lardan minus qilib bo'lmaydi, 8 dan qarz olamiz. Shunda 8 imiz oxirisiga 10 ni beradi, qolganlariga esa 9 dan. 10 minus 7 imiz demak bizda 3, 9 minus 0 imiz 9, 9 minus 9 imiz 0, 8 imiz 7 bo'lib qolgan, 7 minus 2 imiz 5. 4 minus 1 imiz esa 3. Javobi 35093. Bu birinchisi bo'layapti. Ikkinchisini yozamiz. Ikkinchisida biz 82300 ni ko'paytirar ekanmiz 506 ga. Nollarni yozmay turamiz, ya'ni alohida turadi bu nollarimiz, oxirida qo'shib qo'yamiz. Shunda hisoblaymiz. 6 kere 3 imiz 18, 8 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 6 kere 2 imiz 12, 1 imizni qo'shsak 13 bo'ladi. 3 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 6 kere 8 imiz 48, 1 ni qo'shsak 49 bo'ladi. Keyingi sonlarimiz bizda 5 kere 3 imiz 15. 0 ga ko'paytirmaymiz, sababi mana bu yerdagi 0 ga ko'paytirsak hammasi 0 bo'lib chiqaveradi. Chunki 0 kere 3 0, 0 kere 2 0, 0 kere 8 0. Shunga bunga ko'paytirmaymiz. 5 ga ko'paytiramiz. 5 kere 3 imiz 15, 5 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 5 kere 2 imiz 10, 1 imizni qo'shsak 11 bo'ladi. 1 ni yozib 1 ni eslab qolamiz va 5 kere 8 imiz 40, 1 ni qo'shsak 41 bo'ladi. Endi qo'shamiz sonlarimizni. Tevadan 8 imiz, 3 imiz tushib keladi. 9 plus 5 imiz 14. 4 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 4 plus 1 imiz 5, 1 ni qo'shsak 6 bo'ladi va 41 o'zi tushib keladi. Qolgan sonlarimiz esingizdan chiqib qolmasin, tevada ikkita nolimiz bor. Shu sonlarni oxiriga qo'shib qo'yamiz. Shunda javobimiz biza 41 643 ming bo'ladi. 43800. Uchinchisi, hozir biz qaysini qildik? 2 ni qilgan bo'lsak, uchinchisi biz 1 ni javobini 302 ga ko'paytirar ekanmiz. 1 ni javobi bizda 35093, 35093 ko'paytirilgan 302 ga. 302 ga ko'paytiramiz. 2 kere 3 imiz bizda 6, 2 kere 9 imiz 18, 8 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 2 kere 0 0, 1 ni qo'shsak 1 bo'ladi. 2 kere 5 10, 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz va oxirida 2 kere 3 imiz 6, 1 ni qo'shsak 7 bo'ladi. 0 ga ko'paytirmaymiz, sababi hammasi 0 bo'ladi. Shunga 3 dan ko'paytirishni boshlaymiz. 3 kere 3 imiz 9, 3 kere 9 imiz 27, 7 ni yozib 2 ni eslab qolamiz. 3 kere 0 imiz 0, 2 imizni qo'shsak 2 bo'ladi. 3 kere 5 imiz 15, 5 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 3 kere 3 imiz 9, 1 ni qo'shsak 10 bo'ladi. Endi bu sonlarni har bittasini qo'shamiz. Tevamizdan 6 va 8 tushib keladi. 9 plus 1 imiz 10, 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 0 plus 7, 7, 1 ni qo'shsak 8 bo'ladi. 7 plus 2 imiz 9, tevadan 5 va 10 lar tushib keladi. Javobi bizda 10,598,086. 4-inchisi va oxirgi bizning vazifamiz bu yerda qolyaptiki, 2 ni javobini qo'shar ekanmiz 3 ni javobiga. Xo'sh, 2 ni javobi bizda 41 million 643 ming 800 bo'lyapti.
Qo'shar ekanmiz 10 million 598 ga. 86 ni ham yozib qo'yamiz oxirida. Endi qo'shamiz. 0 plus 6 miz 6, 0 plus 8 8, 8 plus 0 miz 8, 3 plus 8 imiz 11, 1 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 4 plus 9 imiz 13, 1 qo'shsak 14 bo'ladi. 4 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 6 plus 5 imiz 11, 1 qo'shsak 12 bo'ladi. 2 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 1 plus 0 imiz 1, 1 qo'shsak 2 bo'ladi va oxirida 4 plus 1 imiz 5. Ya'ni sonimiz bizni 52 million 241 ming 886. Bu sonni mantivasiga ham yozib qo'yamiz. 52 million 241 ming 886. Adashmaysiz, juda ham oson. Shunga ehtiyot bilan yozasiz. O'zim ham bu joyda adashib qolganman. Bu roligimizda hattoki alohida yangidan olishga majbur bo'ldim. Sizga to'g'riroq bo'lish uchun. Endi B'sini ishlaymiz. B'da birinchisida 605 ni 18 ga ko'paytiramiz. B deyman va 1 deyman. 605 ko'paytirilgan 18 ga. Hisoblaymiz. 5 kara 8 imiz 40, 0 ni yozib 4 ni eslab qolamiz. 8 kara 0 imiz 0, 4 qo'shsak 4 bo'ladi va 8 kara 6 imiz 48. 1 ga ko'paytiramiz. 1 kara 5 imiz 5, 1 kara 0 0, 1 kara 6 6. Qo'shamiz. Devamizdan 0 imiz tushib kelyapti. 4 plus 5 imiz 9, 8 plus 0 imiz 8, 4 plus 6 imiz esa 10 ni beradi. Javobi ya'ni 10890. Ikkinchisi bizda 301 ni 456 mingga ko'paytirar ekanmiz. Ikkinchisi bu bizda hozir 456 ming bo'lsa, zo'rodan qilib yozaylik. Sonlarimiz sig'may qolishi mumkin. 300 necha edi? 301 ekan. Ko'paytiramiz 301 ga. Nollarimizni alohida yozib qo'yamiz, oxirida qo'shamiz ularni. 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, hammasi 6, 5, 4 bo'ladi o'zgarmasdan. 0 ga ko'paytirmaymiz, 3 ga ko'paytiramiz. Shunda 3 kara 6 imiz 18, 8 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 3 kara 5 imiz 15, 1 ni qo'shsak 16 bo'ladi. 6 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 3 kara 4 imiz 12, 1 ni qo'shsak 13 bo'ladi. Endi qo'shamiz bu sonlarimizni. Devamizdan 6, 5 tushib keladi. 4 plus 8 imiz bizda 12, 2 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 6 ni 1 ga qo'shsak 7 bo'ladi va 13 imiz tushib keladi. Esingizda turishi kerak. Mana bu yerda 3 ta 0 imiz turibdi. 3 ta 0 ni ham qo'shib qo'yamiz. Shunda javobi bizda 137 million 256 ming. Sonlarimiz juda ham katta, adashib ketish juda ham oson. Shunga yaxshilab qarab hisoblaymiz. Xo'p, keyingisi bizda 819 mingni minus qilar ekanmiz 1 ni javobiga. Yozaman 819 ming. 819 ming minus 1 ni javobi. 1 ni javobi 10890. 10890. Minus qilamiz. 0 minus 0 imiz 0. 0larga minus qilib bo'lmaydi, 9 dan qarz olamiz. Shunda 9 imiz mana bu 0 ga 10 ni beradi, busiga esa 9 ni. 10 minus 9 imiz 1. 9 minus 8 imiz 1. 9 endi 8 bo'lib qoldi, 8 tushadi. Shunda 1 minus 1 imiz 0 va 8 o'zi tushadi. Javobi bizda 3-chini 808.110. To'rtinchisi oxirgi naqamiz, vazifamiz bu yerda. Endi hozir chiqqan javobni qo'shar ekanmiz 2 ni javobiga. 2 ni javobi bizda katta sonida 137 million 256 ming qo'shilgan 808.110 ga. 110 ga. Hisoblaymiz. Nollarimiz tushadi. 1 plus 0 imiz 1, 1 plus 0 imiz 1, 6 plus 8 imiz esa 14. 4 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 5 plus 0 imiz 5, 1 ni qo'shsak 6 bo'ladi. Endi
2 plus 8imiz 10, 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. Tevadagi 7 ga 1 qo'shsak 8 va 13imiz tushib keladi. Javobi bizda 138 million 64. Devasiga ham buni yozib qo'yaylik. 138 million 64 ming 110. Shoshilmasdan chiroyli qilib daftaringizga yozib oling. Va keyingi vazifadan o'tishdan oldin albattagina video roligimizga like ni bosib qo'ying, kanalimizga qo'shiling. Biz esa 12-vazifaga o'tamiz. Agar bizni Telegram kanalimizda topolmayotgan bo'lsangiz, Telegram ilovasiga kirib, mana bu joyga bosib, Sanur maktab deb tersangiz, bizning Telegram kanalimiz chiqib keladi. YouTube va Telegram kanallarimizga qo'shilgan bo'lsangiz, biz 12-vazifamizni o'qiymiz. Furqat aka pullarini bankka qo'ydi. Buning uchun bank unga har oy 324 ming so'm to'laydi. Furqat aka 17 yildan keyin qancha pul oladi? Demak, bizning bankimizga Furqat akamiz pul qo'yapti ekanlar va 324 ming so'mdan bank har oyi to'lar ekan. Bizdan so'rashyapti, 17 yildan keyin Furqat aka qancha pul oladilar deb. Hop, sizlar bilan hisoblaymiz. Buning uchun biz yozib olishimiz kerak. Qanday qilib yozamiz? Ya'ni yozganimizda 324 ming bu bizning birinchi sonimiz bo'lyapti. Yozamiz, har oy deymiz. Har oy Furqat aka 324 ming so'm pul olyapti ekanlar. Bizdan savolimiz 17 yil davomida nech pul oladilar deb savol berishyapti. Buning uchun biz sizlar bilan nima qilamiz? Biz sizlar bilan aniqlab olishimiz kerak. Bir yilning ichida 12 oy bor, a? 12 oy bo'lsa, biz 17 yilning ichida nechta oy bo'lishini aniqlab olishimiz kerak. Buning uchun biz sizlar bilan 17 ni, ya'ni 17-yil, 17ta yilni 12ta oyga ko'paytiramiz. Shunda 17 yilning ichida nechta oy borligini aniqlaymiz. Ya'ni 2 kere 7imiz bizda 14, 4 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 2 kere 1imiz bizda 2, 1imizni qo'shsak 3 bo'ladi. 1 kere 7, 7, 1 kere 1, 1. Shu hech birim chiroyli chiqmaydi bu yerda. Endi qo'shib olamiz. Keling, 4lar tushib keladi o'zi. 3 plus 7imiz 10, 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz va 1 ga 1 qo'shsak 2 bo'ladi. Ya'ni 17 yilning ichida 24 ta oy bor ekan. Vazifamiz bizni endi biz har oy 324 ming pul olsak, 204 oyning ichida nech pul olamiz? Nima qilar ekanmiz buning uchun? Biz sizlar bilan 324 mingni ko'paytirib olar ekanmiz 204 ga. Shunda biz 17 yilning ichida nech pul olishimizni aniqlab olamiz. Ko'paytiramiz. Birinchi o'rinda 4 ga 4 ko'paytirsak, 4 kere 4imiz 16, 6 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 4 kere 2imiz 8, 1imizni qo'shsak 9 bo'ladi. 4 kere 3 12. Mana bu yerdagi 0 ga ko'paytirmay qo'yaramiz, sababi hammasi 0 bo'lib qoladi. Biz 2 ga ko'paytiramiz. 2 kere 4imiz 8, 2 kere 2imiz 4, 2 kere 3imiz 6. Endi biz sizlar bilan hamma sonlarni bir-biriga qo'shamiz. 6 bizga tevadan tushib keladi, 9 ham o'zi tushib keladi. 2 ni 8 ga qo'shsak 10, 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 1 plus 4imiz 5, 1imizni qo'shsak 6 bo'ladi. Oxiridagi 6 tushib keladi va bitta narsa qolib ketyapti tevamizda, bu 3 ta 0. 3 ta 0 oxiriga qo'shib qo'ysak, bizda Furqat akamiz 17 yilning ichida qancha pul olishlarini hisoblaymiz. Hop, qancha olar ekanlar bizda? 17 yil davomida bizda Furqat akamiz 66 million 96 ming so'm pul olar ekanlar. Javobi deymiz. Javob 17 yilning ichida 66 ming 96 ming so'm pul olar ekanlar. Shoshilmasdan chiroyli qilib yozib oling. Video roligimiz yoqgan bo'lsa, sizdan bitta like, kanalimizga qo'shiling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.